Uzun HTML dərsiga 49-cu qism HTML5-dagi sonliq uçur jadvali elementlari. HTML5-da yangidan qo'shilgan sonliq uçur elementlaridan datelist, ya'ni kirgizuvchi eskartish uchuri, andan keyin keygen abont a'zoning bexatarligini tekshirish, output, tag kod yoki hisoblash natijasi qatorliq o'xshashmagan uchurlarni ko'rsatish iborat. Uch asosiy element ta'minlangan. Bu elementlarniki tor ko'rgich tarafidan qo'llash yoki qo'llamaslik avvalo qaraydigan bo'lsak, IE bilan Firefoxda bu 3 elementni qo'llamaydi, Safari'da qo'llamaydi. Chrome'ning 3.0 nashrida Keygen'ni qo'llaydi, qolganini qo'llamaydi. Opera'ningki 9.5 nashrdan ikkisini 15 nashrdan boshlab hammasini qo'llagan. Andan keyin bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, masalan, mana men bu kirgizuvchi ramkasini bosgandan keyin buning ostida bu tanlash tizimlik chiqdi. Bu dal datelist. Biz mayada tilga olgan shu kirgizgichdagi eskartish uchuri elementi hisoblandi. Ma kodga qaraydigan bo'lsak, biz mayada mana datelist deb mayada aniqlanmagandan keyin mayada optionningki ichiga 3 dona tor adresini buningki tanlanadigan qiymat qilib qilsak, mayada biz kirgizuvchi ramkani chekkandan keyin bu yerdagi tanlash qiymatlar chiqadi. Buni bossak, bevosita qiymat ichiga kirdi.